Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. Qoidabuzar haydovchilarga qonun ustuvorligi hamda jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Xodimlar tegishli choralar ko'rdi. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Shu ukamizdan beso'rayib chiqib ketib, Instagram tarmoqlariga qo'ymoqchi bo'ldi. Bundan keyin qattiq nazoratga olamiz. 15 sutka qamoq jazosi tayinlangan. Haqli e'tirozlar kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Yo'l qoidasiga amal qilaman. Instagram platformalariga ko'rib, biz ham shu ishni qildik. Keyin profilimizga joyladik. Birma, ketdi. Hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar. Qora plyonka o'rnatib harakatlanib aniqlandi. 70% dan kam bo'lmaslik kerak yarg'ib o'tkazuvchilarda. Sizda yuqori darajada mastlik holati bor. Guruh bo'lib harakatlangancha avtomobilim tortib, jarima maydoniga joylashtirildi. Mushayda drift bo'ldi, kortej bo'ldi. Bu to'g'risida bizga chora ko'rildi. Ba'zi solish miqdori 25 million miqdorida jarima hamda 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarishdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukumat qarori bilan endi skuter va moped haydovchilari avtomaktablarda o'qishlari shart bo'lmaydi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dayjestida tanishtirib o'tamiz.